Agar hech kim zakazga sirok tayyorlamasligini, magazin siroklarini esa odam hadeb ham yegisi kelmaydi. Magazindan olib nima qildim? O'zim tayyorlab ko'raychi deb shartta ishga kirishib ketdim. Bu sirok tayyorlash esa juda ham oson ekan. Tvorogga sariyog', saxarni pudra va vanilin solib, yaxshilab uni blender qilib tashlaymiz va uni konditer qopchasiga solib, uyimizda bor xohlagan qolipingizga shunaqa tarzda solib chiqasiz. Ichiga nachinka solish uchun esa o'rtasida shunaqa ariqcha qoldirdim va uni ichiga varyonni zgushonka solib chiqdim. Ustini yana tvorogli massa bilan to'ldirib, ustilarini tekislab, morozelkaga 4-5 soatga qoldiramiz. Iloji bo'lsa kechki payt tayyorlab, ertalabgacha qoldirsangiz ham juda ham yaxshi bo'ladi. Endi esa yaxshilab yaxlab olgan siroklarimizni qolipdan yechib, qaranglar qanaqa silikon qoliplardan osongina bo'lib yechiladi. Bir yoq tomoniga shpajka tiqib, tayyorlab olgan shokoladimizga botirib olamiz. Tayyor plitka shokoladga ozgincha o'simlik yog'i solib, mikrovolnovkada har 20 sekundda tegi bilan aralashtirib, uni yaxshilab eritib oldim. Shokolad bilan qoplangan siroklarimizni pergamentga qo'yib, istalgancha bezak berib, yana 10 minutga morozelkaga yuboramiz. Qarabsizki, kam xarj, juda ham mazali sirokimiz ham tayyor. Sirok yaxshi ko'radiganlarga esa bu videoni jo'natib qo'ying.